ish yo'nalishi bo'yicha mana shu mutaxassis ish so'rab kelgan ekanlar, mana shuni gaplashib o'tirdik. Mana shu mutaxassislar keladi bizga. Bank sohasini bitirgan, boshqa qilgan endi. Sekin nima qilamizda endi. O'zi ham endi qiynalib kontraktorlarga o'qigan, mana MPL muammo bo'ldi, boshqa kunlarni bo'yicha shtatga olib ishlat bo'lsa buni nima qilamiz, boshqa bekor qilmoq turdim, shuni gaplashib. Juda bo'lmasa uni agentlar, bitta agentlar nima bo'lsa, biz har bir mahallada agent O'zbekistondan ekan. O'zbekistondan agent orqali yo boshqa mahallaga boraman desa, boshqa mahalla orqali agent turib olib, ishini ko'rib, boshqa qilib, keyin bankda shtat bo'lsa, bankda olishga deb tushuntirib turdim. Chunki to'g'ri nima shtat to'liq-ku bizda, shtat yo'q. Shuni gaplashib o'tirdik hozir. Gaplashib yana qanaqa nima qiziqqan savollaring bor? Mahalla bankiri sizlarda misol uchun mikroqarz ajratishga qanchadir tavsiyanoma yoki aralashadimi yo shunchaki nom mahalla bankiri bo'lishi to'g'ri tushunchasiz? Yo, mahalla bankiri bor, mahalla bankiri faqat nomi mahalla bankiri emas, uni qo'lida misol 4 ta mahallaga bitta mahalla bankiri qilingan. Biz misol bank bo'limida 12 ta mahalla bog'langan bo'lsa, demak 12 ta mahallaning 3 ta mahalla bankiri bor. Mahalla bankiri hamma nimaga javob beradi. Qo'liga alohida planshetlar berildi, alohida ключ berildi. Ular kerak bo'lsa mahallada ish tashkil qilib, mahallada shunaqa haligi bank siyosatini yurgizadi. Mahallada turib kirit ajratadi kerak bo'lsa. Fuqarolarga olib kelib chaqirib yo'nmasa boshqa qilmasdan, o'sha nimasi orqali o'sha mahallada mahalla komiteti o'zida yo biz kerak bo'lsa fuqaroning xonadoniga borib yordam qiladi-da. Har bir kiritlar bor. Demak, bizda hozir salkam 7-8 ta yo'nalish bor-da, kirit ajratish bo'yicha. Bu bank produkt deydi, mahalla produkt yo'nalishi bo'yicha. Jismoniy shaxs, yuridik shaxs hamma bu narsa bo'yicha produktlar bor. O'sha 17.5%dan 30%gacha kiritlar bor. O'sha kiritlarni chiqaradi o'zi mas'ul. Qo'lida har bittasini demak agenti bor. Mana misol mana qizim agent. Mana yurlar Gulistonmi, Navbahormi? Gulistonda polni o'sha bank siyosatini o'sha olib boradi. Targ'ibot, tashviqot ishlarini olib boradi. Ular loyiha topib beradi, ular nimani chiqaradi. Kiritlarni chiqaradi. Asosan mahalla bankiri chiqaradi bizda, mahalla va yo'nalish bo'yicha kiritlar. Shunday demak, markazdagi ofisga kelish shart emas bankda. Bankir o'zi mahallada turib chiqaradi. Ha, mahallada turib, chunki planshetlar berilgan. Bu demak o'sha fuqarolarga oson bo'lishi uchun, boshqa bo'lishi uchun. Misol bitta tadbirkorchi bilan shug'ullanadigan bitta fuqaro bo'lishi mumkin-da, u borg'isi kelmaydi, bankga boraman deydi. Misol unda hujjat so'raydi deydi, qonunga deydi. Shunaqalarni oldini oladi-da, demak, ular tushuncha beradi, boshqa qiladi. Joyda yordam beradi xullas. Tamam. Joyda yordam berib, joyda nimasini qilib ham chiqarib yuraveradi-da, hech qanaqa nimasi yo'q. Mahalla bankirlarining ishi yaxshi hozir. Lekin mahalla bankda demak rejasini, oylik rejasini bajarish kerak. Mana hozir bu kunlik reja bor ularga. Shunga qarab oylik yarasha kipay keladi. Kipay. Tushunarlimi?